Gendam bondam. Değil mi? ये namosa. Alışır kaçtaki. Yine ete sokuma çocuk brom. Kilitmiş ne kadar. Bomba. Evet lan ayo. Assalomu alaykum tomoshabinlar. Bugungi manzilim shu shahar markazida joylashgan ajoyib mo'jazgina somsaxona haqida. Bu yer hozir manzilni aytib o'taman sizlarga. Mana garant binosi, mana ko'rib turibsizlar, garant ham nima deydi? Kvartira ham past tomoni savdo do'konlari, savdo majmualari joylashgan. Azizlar, mana hozir sekin asta bo'lyapman oldilariga. Mana bu yerda Humoyun shifoxonasi va mana bu yerda mana shunday mo'jazgina, ixchamgina somsaxona bor. Assalomu alaykum aka. Aka, yaxshimisiz? Tuzimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Sog' salomat. Somsalar pishdimi? Ha, bittasi amin qilingchi. Bir ko'raylik, necha xil somsangiz bor aka? 6 xil somsa bor. 6 xil. Qanaqa? Ko'kat, qarchikka, Qo'shqovoq, ko'kat, tovuq go'shti, qo'y go'shti yashang. O'zingchi pishdimi? pishdi. Tovuq go'shtidan o'zing bitta. Ha, o'zing. Mana ko'rib turibsizlar, bu yerda ana qiladigan joylari bor. Azizlar, barchalaringiz mana shunday mo'jazgina. Assalomu alaykum. Akonamishmi, tuzimishmi, namishmi, bunday najda. Qo'ymang. Yaxshimisiz, tuzimisiz? Aylanib keldik. Ana ta'rifini eshitib, mana shunday somsaxona ochgan ekansiz. Tomoshabinlar, barchalaringizni somsaxonaga taklif qilamiz. Garant yonida kelib bemalol yeb tanovul qilib ketishingiz mumkin. Bu tovuq go'shti necha pul donlasi aka? 5 mingdan. Qo'y go'shti necha pul? Qo'y go'shti 15 ming. Qo'y go'shti 15 ming. Ko'kat 5 ming. Qo'kat 5 ming. Qo'shqovoq 5 ming. Qo'shqovoq 5 ming. Qarchikali 5 ming. Yashang. Tovuq go'shti 5 ming. Mol Tovuq go'shti go'shti 5 ming. yashang. Mana eshitdilaringiz azizlar, tomoshabinlar. Barchalaringizni Assalomu alaykum. Hojona yaxshimisiz? Salomatingiz yaxshimi hojona? mana garant binosi. Mamchunku